Tojikistonga ham boring. Botir aka, fan klubga salom yo'llab qo'ying akajon, fan klubingiz. Klub, salom. Salomat bo'ling aka. Muxlislar kutdi, efirda bo'ldi aka, xudo xolasa. Botir Guldaningizni azizi. Sizni ota bilan video ko'rganda gaplashib. Qodir meni akamiz ham ko'pchilik. Men shuni to'g'ri. Qodir mani ukam. Akam, baribir akam bo'ladi. Aslida ashami o'shalar kerakmas, menga meros kerak deb aytadi. Menga nima bo'ladi, vali bobom keladi. Sen o'zing sog' bo'ling. Malades bo'ling. Buniki biri yo'q bo'ladi, zo'r bo'ladi. Bola Farg'onadan. Qashqadaryo. Sardor gangstermidi? Ma'lum bir pochchasi bo'laman, men O'zbekistondan edi. Nabirasini kimsi tanib olsa. Ular atilla sizlarni kelishdi. Vodiydan keldi. Qilichlar Assalomu alaykum. Vodiy Zarafshon kanalining ashaddiy muxlislari va bo'lajak obunachilari, qadrdoni, qadru balandlar. Botir Qodirov va Shohijahon Jo'rayevning mavzusi juda chuqurroq aylandi. Bugungi kunda esa albatta har bir narsaga tochka qo'yildi. Marhamat, bugungi videoroliklarimiz albatta sizlar uchun. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli barchalarga xayrli kech. Sog'misizlar, omonmisizlar, salomatmisizlar, tanijoninglar, sog'momim. Musofirda yurgan akalarim, opalarim, tengqurlarim sizlarga ham assalomu alaykum. Hamisha Allohimning panohida bo'linglar. Hurmatli YouTube ahli, hurmatli yaqinlarim, bilasizlarmi nima? Men gapni ochig'ini aytaman. Kecha qilmoqchi edim o'zi bu efirda ayrim sabablarga ko'ra qila olmadim va bugun mana efir qilyapman. Hurmatli YouTube ahli, bugundan boshlab Botir Qodirovning mavzusini men yopdim, ya'ni Rahmatullo gapirib chiqadimi, boshqasi gapirib chiqadimi, haqiqatan ham meni aralashishga hech qanaqa nimam yo'q ekan. Yemagan somsamga haqiqatan pul to'lab bir ikkita yaqin tanishlarim mana gapiryapti-da. Senga nima, Nilu, shuncha gapirding, yemagan somsaga shuncha tuhmatlarni orttirding, Botir Qodirov bunga iPhone telefonlar berdi. Konsertda Botir Qodirov zakazchilik qilib boshqalar qildi. Rustam qancha pul beryapti senga? Rustam u beryapti, Rustam bu beryapti. Rustam oshiqcha pul ishlatadigan bo'lamas, bu bir. Oshiqcha puli ko'chada qolgan yo'q, bu ikki. Uchinchisi, uchala qaror ham chiqib bo'ldi. Eng oxirgi oliy sudning oliy qarori tugab bo'ldi va nihoyat yutib chiqdi. Botir Qodirov действительно Sherakar Ahmali Sherali Jo'rayevni o'g'li deb tasdiqini topib bo'ldi. Xudoga shukr. Va undan tashqari yana haqiqatan ham bir inson qayta ta'kidlayapti shu gapni nimalarda, har bitta gapida. Menga qaranilu, Botir Qodirov ona sha'ni deyaptimi? Ona sha'ni uchun o'zi qo'lini qayerga uzatsa yetadigan bola. Har bir respublikada har bir tanishlari bor. Bo'lib ham Rahmatullo ochiqda yuribdi. Rahmatullo fohishaga soldimi onasini, o'zi uchun o'zi so'rab olsin. Sizlar nima uchun aralashasizlar? Sizlar kimsizlar degan uchun haqiqatan o'ylanib qarasam, yemagan somsaga pul to'layapman ekan. Shuning uchun ayol boshim bilan erkak kishi bilan shuncha tortishdimda, shuncha nima qildim, hali bitta gap gapirdim. Haqiqatan ham javob qilgan ekan, ta'sir qilib ketdi menga gapi. Bilasizlarmi, qaysi gapi ta'sir qilib ketdi? Zona malikasi sen menga gapiribsan manaqa debdi. Haqiqatan ham zona malikasi bo'lganman. Men sizlarga zona malika bo'lishni xohlamayman, tilamayman. Men zo'r kunlarda o'tirganman.
javob beraman gapimga. Quloq bo'lmaganman. Kuniga 3 mahaldan operalarda oldiga chiqib yafqa bermaganman. Yangiliklarni aytmaganman. Ko'chada nimalar bo'lyapti, kim qayerda, kim nima ish qilyapti, yafqa bermaganman. Lahmachka bo'lmaganman. Hech qachon bo'lmaganman. Mana meni YouTube tarmoqlarida tanigan insonlar bo'lsa, men bilan shu to'rtta o'tganimda kimlar o'tirgan bo'lsa, mana birontasi tanisam, Nilufar Sidikovani, mana Semyorkada ham bo'lganman, Nikada ham bo'lgan, Zangotada ham bo'lganman. Meni birontasi tanisa, mana quloq, mana krisa yoki haligindaqa lahmachka bironta gap mendan bo'lmagan, bo'lmaydi xudo xohlasa inshaalloh, chunki men действительно lahmachka bo'lmaganman. Men zo'r kunlarda o'tirganman. Garchi orqamdan dachka kirmagan bo'lsa ham, dachkaga muhtoj bo'lmaganman. Nimaga? Men dangas emasman. Dangasalikdan xudo saqlasin. O'zim ishim bilan, o'zim mehnatim bilan o'zim anaqamni topib, xarid qilib yurganman. Atak men zo'r paytda o'tirganman. Qanaqa zo'r paytda? Hozir ham zo'r paytdir, bilmayman-ku. Lekin zo'r yashaganman, zo'r hayotda yashaganman. Men o'zimni niqamni tilay olmayman-da sizlarga. Iloyim, men ko'rgan kunlarni sizlar ham ko'ringlar, deyolmayman. Mendan bettar kunlarni ko'ringlar. Bu ham sizlarga kam o'rgilib ketdi asarlarim. Shuning uchun men mavzuni yopdim, haqiqatdan yopyapman. Bu Botir Qodirovni nimasini oxirgi marta shu gapirib chiqishim haqiqatdan ham rahmatulloh Amina Xayriya fondiga rahmatulloh. Siz meni malika, zona malikasi debsiz, o'rgilib ketay. Men sizni zona malikasi bo'lishingizni xohlamayman. Siz mendan ham yetar kunlarni ko'ring. Keyin yana nima debsiz? Tan olish, martisha, asalim. Asalim deb siz aytyapman, rahmatulloh. Amina Xayriya fondini admini rahmatulloh. Rahmat. Nima debsiz? Hali kuzlar keladi, farzandingiz oriydi debsiz. Men sizni farzandlaringizga sog'lik tilayman. Salomatlik tilayman. Siz qatorida, sizning farzandlaringiz qatorida men ham o'zimni farzandimga doim sog'lik, salomatlik tilayman. Nafaqat sizni farzandingiz, o'zimni farzandim. Barcha onalarimizni, barcha insonlarni, shu dunyoda tirik insonlar borki, barchalarini, farzandlarini Allohim o'z panohida asrasin. 2 dunyo saodatini ko'ringlar. 4 nuchasi sog' bo'lsin. Sizlarda ham chinday joninglar sog' bo'lsin. Men hech kimga yomonlik ravo ko'rmayman. Haligi Xurshid Rasulovda bitta qo'shig'i bor-ku. Men hech kimni yomon demayman, yaxshilarni izlab charchadim. Haqiqatdan yaxshilarni izlab charchadim. Haqiqatdan ichingga ilondek do'st bo'lib kirib, dushman ishini qilib yurgan ayrim g'alamislardan charchadim. Ichimga do'st bo'lib kirib, dushmanni ishini qilib, meni ichimdagi sirimni olib boshqalarga yetkazib, boshqalar bo'lsa, meni yuzimga o'tmishimni solib gapirgan g'alamislardan charchadim. Yuzimga o'tmishimni solgan g'alamislardan charchadim. Allohga shukr. Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Kim adashmaydi? Aytinglar, kim oppog'oy bu dunyoda? Kim gunoh yo'q bu dunyoda? Aytinglar. Kim bu dunyoda adashmagan? Sut emgan banda borki, hamma yo'lda xato qiladi. O'tirgan joylarda, mana shu o'tirishim ham xato o'zi. Hamma xato qiladi. Xato qilmagan bandani o'zi yo'q. Bilasizlarmi nimaga? Bunday hozir bittasiga masalan bunday salom bersa, aligida ham qanaqadir bir xatosi bo'ladi, aligida ichida ham. Xullas shunaqa gaplar. Hurmatli YouTube ahli, hurmatli meni yaqinlarimda, men bu nimam bilan mavzuni chetlatdim deganim bu YouTube'da kimgadir berib yoki yo'qoraman deganim emas. Lekin yaxshi narsalar, xursandchilik narsalarni olib chiqaman, Xudo xohlasa, inshaalloh. Bilmayman. Men shu naqadan mavzudan chetlagim keldi. Haqiqatan ko'pchiliklarning gaplari menga ta'sir qildi. Haqiqatan ham. Shuning uchun
esinglardan chiqmasin. Shu Timurdan, ana Ulug'bek Haytaliyevni Timur taxallus ostidagi Timur Ayshovni gruppasidan chetladim. Boshqa va hokazolardan chetladim. Bugundan boshlab hamma gruppani, ya'ni qanaqa janjalli gruppadan bugundan boshlab chetladim. Kirmayman. Mana kirmayman. Va'da kirmayman. Men kimlarga o'xshab palon bo'lsin kirmayman, qaytib gruppaga demayman. Kirmayman javob. Janjal bor joyda kirmayman. Bo'ldi. Xudo xohlasa bundan buyog'iga yaxshi narsalarni olib chiqib, efirlar qilib, boshqa va hokazolar qilib, savol javob she'rlarimni, o'zimni shu nimalarimni aytib o'tishim mumkin. Lekin gruppalarga kirib, birovlarni kamsitib chiqib olib, kaldan olib kalga solmayman. Haqiqatan ham bunday o'ylab qarasam, menga kal nima qildi? Ya'ni rahmatulloh menga nima qildi? Menga nima yomonlik qildi u? Menga yomonlik qilgan yo'q u. Mayli tuhmat qildi. Menga seks rasmlarini jo'natdi, nima bu narsalar jo'natdi deb tuhmat qildi. Mayli. Unga ham Alloh bor. Allohim o'zi ko'rsatib qo'yadi. Seni Xudoga soldim demayman. Allohim o'zi ko'rsatib qo'yadi. Tuhmat bilan o'zi yog'ilib kelaveradi ko'p narsa. O'zingizlar ham bilasizlar, mana yaqinda ilohim yolg'on bo'lib chiqsin. Men xohlamayman rahmatullohni farzandlar, nafaqat rahmatullohni, boshqalarni qizlari hamchi ovoza bo'lib ketishini xohlamayman. Men alamimni bunday qilib olib chiqib, farzandni olib chiqib, bunday rasmini ko'rsatib, alamimni bolasidan olishni hech ham xohlamayman. Allohimga xush kelmaydi bu narsa. Alamini olyapsanmi? Farzandidan olmanglar, o'zidan olinglar. Keyin men mana hech narsa qila olmaysizlar, men sizlardan qo'rqmayman. Men Allohdan qo'rqaman. Bandasidan qo'rqmayman. Qo'rqadigan ish narsam qolmadi, paloningni olib chiqaman, po'kingni olib chiqaman. Yo'q. Haydamagan onaman, haydadi dedinglar. Yaqinda keyin atvetini qilib qo'ydi. Boshqa qildinglar. Menga qaranglar. Xullas, shunaqa gaplar. Birovning ustidan kulmagin zinhor, o'zingni ustidan kuladiganlar bor, o'zingni ham ustingdan kuladiganlar bor deydi-ku. Shuning uchun efirima oxirida nima demoqchiman? Yaxshilarga bering dunyoni, yaxshilar ham o'ynab kulsin. Yomonlikdan keting yiroqlab, yomonlikdan Alloh asrasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa ertaga inshaalloh vaqt topsam jonli efirlarimda maza qilib savol javoblarga ko'milib unaqa qilamiz. To'g'ri, ayrim insonlar janjal bor joyda yaxshi ko'radi, so'kingan joylarni sevishadi. Yo'q. Bugundan boshlab yig'ishtirdim men. Qarasam tilim faxshga to'lib ketyapti. Shuning uchun og'zimni chayqagan holda, astag'firullohni ko'proq aytgan holda, urush janjallardan chetlagan holda farzandimga ko'proq vaqtimni ajratib, uylarimni chiroyli qilib, uylarimga mehr berib va yaxshi insonlarga mehr berib yashashda davom etaman. Sizlar gapiraveringlar, men yashashda davom etaman. Hozircha shunaqa gaplarim, meni yaqinlarim, meni mazza qilib kuzatadigan opalarim bilaman, borsizlar. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, o'z chiroyli fikringlarni qoldirib, yozib, kommentariyalarni chiroyli qilib yozib, bittadan like'larni bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Barchalarga yana bir bor xayrli kech. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmat bilan Irusha taxallus ostidagi Nilufar Siddiqova. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha ta'zimlamaslar uchun.